Aka, meni problemam bolgarka ishlatayotgan paytim musor yig'ilib qoladi, keyin u bizilib qoladi. Qanaqa qilib yechim bera olasiz menga? To'g'ri savol berdingiz. Aha. Hozirgi bolgarkada rostdan ham eng katta muammo bolgarkaning ichiga juda ko'p chang, chiqindilar bilan ishlaganning hisobiga ichida ko'p musor yig'ilib qoladi, reduktor ichiga musor yig'ilib buziladi. Bizning bolgarkada birinchi ichida ichidagi detallari полностью специальный sostav bilan обработка qilingan, u ichiga chang yig'ilmaydi. Ikkinchisida ko'rishingiz mumkin, bu bizning patentlangan texnologiya. Bu aktivniy pil удаление sistemasi. Ya'ni changga ishlayotgan territoriyadan ketkazadi va bolgarkaning ichiga chang yig'ilmaydi. Bu birinchisi. Ishlashini ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qiling, ishlayapsiz. Ishlayotgan paytingizda ko'ryapsizlar. Bolgarka yo'q и svet uzildi. Bizning birinchi biz uchun juda muhim bo'lgan narsa bu xavfsizlik. Endi tasavvur qiling. Svet ketdi, bolgarkani yerga qo'ydingiz. Hech kim eslamadi svet ketganini и резкий svetga yordi. Yo'q, lekin yoqilmadi. Nimaga? Bu spesialniy защитный sistemamiz. Bu nimadan mana oldin oladi. Agar siz tasavvur qiling, svet ketganda bolgarkani yerga qo'ydingiz, svet kelib qoldi, narxini berganda bu o'ynab ketib hamma yoqni aslo qilish mumkin. Zo'r narsa ekan. Qattiq olsak bo'ladi aka? Toshkentda Tulpro do'konlardan, bizning rasmiy dilerlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Rahmat katta aka.